border stylesi, girvekninki shekli. Bu bir qancha xil xoslik bilan birlashib ishlaydi. Qiymati 0 va 1 dan iborat 2. Birinchisi sirtqi ko'rinishi degan xoslik bilan birlashib ishlaydi. Agar biz sirtqi ko'rinishni 3 o'lcham holatida qo'ygan vaqtimizda border style degan xoslikning qiymatini 1 ga tengsisak, uyib kirib ketgan holat yuz berdi. Uyib kirib ketgandek bir xil unum chiqadi. Endi agar men buningki qiymatini tekshir holat deb belgilasam, girvekka bir siziq tortib berdi. Masalan, border stylesini yo'q holat qilsam, siziq yo'q. Border stylesini bor holatda, ya'ni fixed size qilsam, o chaqda bir siziq ramka tortib berdi. Border style girvekning shakli, qiymati butun son 0 va 1 dan iborat 2 xil qiymat oladi. Alit knopkasining iqtidorini hisoblash xosligi. Odatda biz tizimlik stollarga kirsak, oqisda F, ya'ni ostiq sizilgan F harfi borligini har bir tizimlikninki tirnoq ichidagi xatlarni alit knopkasi bilan birga bassak, shu tizimlikning qo'zg'aldiganligini bilamiz. Labelg'in shu xil bir iqtidorini hisoblamoqchi bo'lsak, u holda mushu alit knopkasini hisoblash xosligininki iqtidorini rost holatga belgilaymiz. Qiymati logikalik qiymat oldi, rost va yolg'on. Rost bo'lgan vaqtida hisoblashga bo'ladi. Yolg'on bo'lgan vaqtida uni bir xarakter hisobi chiqarib beradi. Masalan, shu labelninki chekilish hodisasiga bir program yozay. Label 1ninki caption deganim tang xmr it chekitcom deb qo'yay. Endi mushu iqtidorni tanlash ma'lum bir knopkani bosgan amalga oshirgan bo'lsa yoki men alit knopkasi bilan x harfini bosgan vaqtida mush iqtidor amalga oshsin desam, tirnoqdan birini ichib ulash belgisini qo'yganning yoqi menga x harfini belgilab berman. Belgilab tirnoqni yeb bitaman. Yeb bitganning yoq programni qo'zg'atsam, bu labelning chekilishi hodisasida labelni birini cheksam, ostiga siziq chiqadi. Hargiz ulash belgisi x degan harf chiqmay, x ning ostiga siziq chiqadi. Bu alit knopkasining seplanganligini ko'rsatadi. Agar labelninki mushu alit knopkasini seplash xosligining qiymati yolg'on bo'lsa, programni qo'zg'atsam, u holda bu bir xarakter ulab chiqadi. Yani x ostiga siziq chiqqan holatda emas, xarakter bo'lgan holatda chiqadi. Mush iqtidorni seplash ishlatadigan xoslik. Word wrap. Bu logikalik qiymat oldi, rost va yolg'on. Buning alohidligi labelninki avtomatik tengshilish holati, tengshilgan vaqtda, ya'ni auto size degan xosligi rost qilib tengshilgan vaqtida mush labelning ustiga urib chiqarilgan xatni ko'p qor bo'yicha bir taraf qila oladi. Ya'ni men hozir auto size'ni rost qilib tengshib qo'ydim, biroq buning qiymatini yolg'on qilib tengshib qo'ydim. Programni qo'zg'atib, men usam bir qurg'lam chiqdi. Ya'ni mush bir qurdlamkin tengshiladi. Endi avtomatik tengshishda faqat hozirgi cho'ngligi mush labelninki xatning cho'ngligi bilan teng. Agar men buningki xosligidagi qiymatni rost qilib qo'ysam, programni qo'zg'atgandan yoq men cheksam ikkinchi qurg'i chiqarib berdi. Ya'ni chekdan eshib ketganini ikkinchi qurg'i chiqarib berdi. Alohidlik shu. Qiymati rost va yolg'on logikalik qiymat oladi. Rost bo'lgan vaqtida kuchga ega bo'ladi, yolg'on bo'lgan vaqtida kuchga ega bo'lmaydi. Drag icon, ya'ni sim belgi seplash. Bu drag mod bilan moslashib ishlaydi. Odatda drag modning qiymati 0 bo'lgan vaqtida seplagan ikonni ko'rmaymiz. Endi agar men drag modning qiymatini 1 qilib belgilasam, yani avtomatik degan holatda belgilasam, drag iconga seplagan icon belgisi ko'rinadi. Masalan, ko'zni sepladim. Seplab programni qo'zg'atganning yoqi mana ustiga kelsam, hozir simbol ko'rinmadi. Bu qanday vaqtda ko'rindi? Men boshqa vaqtimda, mousni shuni ustida boshqa vaqtimda ondan ko'rindi. Dal text boxning ustida boshqa vaqtimda ondan keyin bu ko'rindi. Besilgandagi sim belgisini ko'rsatish. Qiymati sim belgi hujjati bo'ladi. Qiymati sim belgi hujjati. Bu drag mod bilan moslashib ishlaydi. Drag modning qiymati 1 bo'lgan vaqtda seplagan sim belgi hujjati ko'rinadi. Qulplash xosligi. Navbat programni qo'zg'atib, mananga tekst kirgizsam kirgizgili bo'ladi. Xohlagan vaqtda tekstni xohlagancha uzunlikda kirgizsam bo'ladi. Biroq buningki logcat xosligini, ya'ni logikalik qiymat oldi, rost va yolg'on. Rost qilib belgilab qo'ysam bir narsa kirgizgili bo'lmaydi. Ya'ni hech qanday bir uchurni kirgizamaymiz. Qulplangan holatda bo'ladi. Tanlash qilan bo'ladi
ichiga uchur kirgizish bo'lmaydi. Xuddi qulplab qo'yganga o'xshash. Demak, loket qulplash, uchur kirgizishni cheklash xosligi. Qimmati logikali qimmat oldi, rost bo'lgan vaqtida cheklandi, yolg'on bo'lgan vaqtida cheklimi amaldan qoladi. Biz bu loket xosligi bir misol ishlaylik. Yana mushning ichiga kirgizilgan harfning umum uzunligi 10 dan eshib ketsa, avtomatik qulplab o'chigilimi, ham material qo'shqilib bo'lmaydigan qilib qo'ysin. Davasa mush text boxni qo'shib kelib, buningki mush o'zgartish degan hodisasiga bundaq program yozmay. Agar text birninki uzunligi cho'ngib ketsa, 10 dan u holda text birninki lokatsiya tang ras bo'lsin. Shart oxirlashsin deb qo'yay. Ham programni qo'zg'atgandan keyin uzunligi hozir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 degan 10 dan eshib ketgan bo'ladi. Endi ma'ni o'chirib paqay. O'chmaydi ma bu. Material qo'shib paqay o'xshash qo'shilmaydi. Ya'ni qulplash. Doira bekitilgandan keyin shu doiradan eshib ketsa qulplab qo'ydik. Loket. Mushunda o'rinlarda ishlatamiz. Eng cho'ng uzunligi max length. Ya'ni mushningga eng ko'p bo'lgan qanchalik tane bir narsa kirgizilganligini cheklaydi. 0 bo'lgan vaqtida bu o'zining eng cho'ng doirasigacha qimmat, ya'ni kirgizilgan xarakter doirasigacha ola oladi. Ham biz 0 dan boshqa xohlagan bir xarakter doirasini bekitsak, masalan 12, 10 degandek. Bu holda bu 12 dan ortiq bir narsa kirgizilmaydi. Masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dan xarakter kirgizdi. Hem bundan keyingisiga taraqlab bir xil ovoz chiqadi. Ya'ni mushning kirgizilgan xarakter sonini cheklash. Eng uzun bo'lgan vaqtda manchini kirgiza olasiz deb uzunlik doirasini cheklash. Max length. Agar biz bu yerga 10 deb qo'ysak, 10 dan keyin 5 deb qo'ysak, 5 dan keyin qayta bir narsa kirgizgil olmaydi. Qimmati butun son oladi. Ya'ni bu yerga 10 dan 15 deb bekitib qo'yilmaydi. Chunki har bir xarakter unda 0 dan 15 bo'lmaydi. Cho'qim butun son elish kerak. Ko'p qur bo'yicha tahrirlash multi-line. Hozir qimmati yolg'on holatda turibdi. Bu vaqtda text box maxfiy shifr kirgizish ko'znaklar degandek mendaq bir qurliqli bir narsa kirgizganlik ishlatildi. Amma agar men buni mundaq tatib qo'yib, ko'proq bir narsa kirgizay desam, programni qo'zg'atib, menga kelib interconnectni olsam, men pastga tushmaydi. Sababi chunki buning multi-line degan xosligi yolg'on hozir. Multi-linening qimmati yolg'on. Ya'ni ko'p qur tahrirlash, ko'p qur tahrirlayman degan qimmat yolg'on. Demak, ko'p qur tahrirlayman degani yolg'on bo'lsa, albatta ko'p qur tahrirlamay, bir qur tahrirlaydi. Agar rost qilib qo'ysak, bu holda bu ko'p qur tahrirlaydi. Programni qo'zg'atib, interni urib, ikkinchi qurga tushirishga bo'ladi. Ko'p qur tahrirlash multi-line. Qimmati logikali qimmat oladi, rost va yolg'on. Rost bo'lganda ko'p qur tahrirlaydi, yolg'on bo'lgan vaqtida ko'p qur tahrirlash amaldan qoladi.